Nima gap? Savollar yaxshimi jigarlar? Xo'p, xullas bugun to'y haqida gaplashamiz. Xo'p. O'zing uylanmagansan, nima demoqchisan deyishlar mumkin, unaqa demanglar. Aynan kuzatuvlarim natijasida kelib chiqqan xulosamni aytmoqchiman. Xullas, juda ko'pchilik to'ydan keyin buzilib ketadi, to'ydan keyin aynib ketadi. Aynan yigitlar haqida gapiryapman hozir. Xullas, aynan men ko'rgan bilganlar, ular bo'ydoqlik paytini unutib qo'yib, buzilib ketganlar. 18-20 yoshli ukalarimiz bo'lishi mumkin. Ularga maslahat o'rnida aytib o'tib ketaman. Aynan kulgili eshitilishi mumkin, lekin bor gap achchiq haqiqat. Xullas, mana hozir bo'ydoqlik paytingiz qanaqa yuribsiz? Atrofingizda nechta qiz bor? Atrofingizda siz gaplashib, masalan, salom alaykum qilib turgan nechta qiz bor? Ular masalan siz ustingizdan kulishi mumkin, sizdan o'zini olib qochishi mumkin. Siz bilan masalan gaplashishga imkon bermayotgan bo'lishi mumkin-da qizlar. Lekin mana ko'rasiz, ertaga uylanganingizdan keyin kerak bo'lsa qizlarni o'zi yozishni boshlaydi. O'zi shunaqa yo'lingizni poylashni boshlaydi-da, siz bilan gaplashishga harakat qilishni boshlaydi. Xudoyim shuni sinab qo'yadi-da, uylanganingizdan keyin qanday xiyonat qilarmikan, yo'qmikan deb shunaqangi qulay vaziyat yaratib beradi xiyonat qilishga. Shunaqangi bemalol vaziyat bo'lib qoladi. Siz faqat xo'p deb olsangiz bo'ladigan bo'lib qoladi-da. Lekin unutmasligingiz kerak. Bo'ydoq paytingiz qanaqa yurardingiz? Sizga aynan kerak paytda o'sha bir gaplashib, agar bir-biringizga ma'qul bo'lsalaringiz uylanib olish mumkin bo'lgan payt qanaqa yurardingiz? O'sha payt yo'qmidi o'sha qiz? O'sha qizlar yo'qmidi? Bo'ldi. Ularni bu yog'iga ham yo'q bo'lish kerak xullas. Bular aynan siz uylanganingizdan keyin endi sizni xotiningiz kiyim-kechaklaringizga qaraydi, siz toza, pokizaroq yana ham bo'lib yurasiz. Endi uyda xotiningiz bor, ko'nglingiz xotirjam, ko'chadagi qizlarga masalan e'tibor bermay, o'zingiz ustida ishlab, faqat ishingiz haqida o'ylab, o'sish haqida o'ylab, siz tepaga qarab intilayotgan payt anov qizlar uchun xuddi tayyor уже mahsulot ishlab chiqaradigan ishga tushgan fabrikasida, pul zavodi desa ham bo'ladi. Kimdir pulingiz uchun, kimdir shunchaki bilmadim, uylanganingizdan keyin qizlar uchun magnit bo'lib qolasiz, nimadiringiz uchun sizga intilishni boshlaydi ular. Lekin aldanish kerak emas. Aynan sizni mana shu boshqa qizlarning e'tiborini tortib, shunaqangi bir zo'r holatda bo'lishingizga sizni yoningizdagi xotiningiz sababchi bo'ladi. Agar siz hozir xiyonat qilib, ham bu yoqda xudoyimda sinovdan o'tolmaysiz. Xotiningiz bilan sinaganda xotining bor-u, boshqa qizlarga ketib qolasanmi yo'qmi degan joyda siz ketib qolsangiz agar, ham topayotgan pulingizdan masalan baraka ketishi mumkin. Bu yoqda xotiningiz ketib qoladigan bo'lsa, siz endi qo'pol bo'lsa ham bomashga aylanib qolishingiz mumkin ertadan keyinda. Haligi kliplarda ko'ramiz-ku, xotin bola chaqasi ketib borsa, bir hafta, bir oydan keyin mana shu bomashga aylanib ketadi. Ana qizlar yo'q bo'lib ketadi. Chunki ularda tortib turgan narsa aynan sizning xotiningiz borligi, siz bu yoqda shunaqangi o'ziga qaragan, xullas, mayda xotirjam, ko'zi o'ynoq emas odam edingiz. Xotiningiz ketgandan keyin yana o'sha eski bardak holatingizga qaytasizda, qo'pol qilib aytganda. Bu narsani aynan xotiningizni qadrlashingiz kerak. Xotiningiz siz yoningizdami? Siz o'sha pala-partish bo'lib yurganingizga qaramasdan sizga turmushga chiqdimi? Bo'ldi. Mana shu qizni oxirigacha ushlash kerak. Xiyonat qilish kerak emas. Mana shuni aytmoqchi edim. Mana shu. Ko'pchilik uylangandan keyin shu boshqa qizlar bilan yurib ketadi, boshqa qiladi-da. Ana sizga keyin ishlar pachalar. Ular keyin
bo'lishi mumkin, shunaqa qiyinchilik ko'rishi mumkin, qattiq oilasi bilan hech narsa o'xshamasligi mumkin. Ular keyin atrofdagilarga shunaqa ta'sir qilib beradi. Aynan uylanish nima ekanda, mana bunaqa ekanda, uylansam men ham bunga o'xshab qolsamchi, ya'ni mana shunaqa ishlarim yurishmay, bir yomon holatga kelib qolsamchi, kamiga bu yoqda oilam ham o'sha xotin bola chaqam ham bo'ladi. Yelkamda mas'uliyat yana ham ko'proq bo'ladi. Endi o'zim emas, ular ham qiynaladi degan narsa bo'lishi mumkin-da, shunaqa taassurot bo'lishi mumkin atrofdagilarda. Lekin biz o'sha bu yoqda atrofdagilar bilmasligi mumkin, bu o'zi noto'g'ri yo'llarda yurgan, o'zi yomon ishlar qilib yurib, o'zi shunaqa barakasini qochirgan, o'zi mana shunaqa holatga olib kelib qo'yganini bu yoqdagilar ko'rmasligi mumkin. Xullas, boshqalarni ham oila qurishdan ko'nglini sovutmakda. To'g'ri yashaylar. Hech kimdan tillang qisilmay, erkin, maza qilib yashaylar. Mana shu hech kimdan tili qisilmay, to'g'ri yashash bu juda ham katta baxt aslida. Buni kechirasizlar, va shu tillang qisilgandan keyin shunaqangi tushunasizlar. Xullas, mana shu narsalarni aytmoqchi edim jigarlar. Befoyda bo'lmaydi deb umid qilaman. Bir sinab ko'ringlar. Xudo xolisa hamma ishlaring yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r bo'lib ketadi hayotlaring. Faqat to'g'ri yashanglar, bo'ldi.